Qalaysiz, tuzumisiz? Bo'ladi. Nima gap? Tinch, hech gap yo'q. Yaxshi de. Turib qo'ymadimmi? Yo'q, hozir yaqinda keldim men ham. Bu narsa ichasizmi? Sharbat. Qaraverasizlarmi bizga? Kecha yaxshi o'tirdinglarmi? Kecha yaxshi o'tirdik, o'zingizchi? Bo'ladi. Nargiz dugonangiz bo'ladimi? Ha, dugonam. Juda ham yaqinmiz. Birga ishlaymiz. Anchadan beri yonimda. Ha, Nargiz o'zi yaxshi qiz, zo'r qiz. O'rtog'im bo'ladi anchadan buyon. O'zingiz yaxshi o'tirdingizmi? Ha, yaxshi, rahmat bo'ladi. Kecha o'rtoqlaringiz ichida lov etib bittasiz ko'rindingiz ko'zimga. Ko'zimni uzolmay qoldim sizdan. Juda ham chiroyli ekansiz. Ayniqsa kecha juda ham chiroyli edingiz. Juda ham go'zal. Rahmat, xursandman. Nimagadir xafa ko'rinasiz? Bu boshimdan qancha ishlar o'tib ketdi. Hozir ko'rib turganingizdek juda ham siqilganman. Tinchlikmi, nima bo'ldi? Mayli, qo'yaverasiz. Oilaviy. Menga qarang, kecha Mahmudni ko'rgandim siz bilan. Kim bo'ladi sizga? O'sha nonko'rni gapirmang. Nonko'rni? Ha. Bilasizmi, yaxshi taniysizmi Mahmudni? Ha, Mahmudni tanimaydigan odam bormi? Bir boshiga ish tushib qolib, qochib yurgan paytida ancha-muncha yordam berganman unga. Pulsiz, uysiz, joysiz qolganda men yordam berganman unga. Bu bola ko'rnamay ekan. Bilmadi. O'zi biladi, mayli. Shunaqa deng. Bitta bolam bilan tashab ketdi. Men u bolani puliga ham hech narsasiga zormasman. O'zimga to'q ayolman. Men unga yordam bersam berdim, undan yordam kutmadim. Yordami ham kerak emas. Mayli, vijdoniga havola. Qizimni o'zim boqib olaman. Mahmud akalani 10 tasini boqib olishga kuchim yetadi. Bo'pti, mayli, qo'yavering ularni, o'zimiz haqimizda gaplashaylik. Bilaman, siz yaxshi insonsiz. Bu yuzingizdan bilinib turibdi. Siqilmay, o'ylamay, hammasi yaxshi bo'ladi. Yo'q, siqilmayman. Sizdek chiroyli ayolni umuman siqilishni xohlamayman. Rahmat. Aksincha, baxtimni izlab yuribman. Uzr ming bor, ishxonadan telefon qilib qolishdi. O'zingiz nima ish qilasiz? Menmi? Firmada ishlayman. Yaxshi. Shunaqa hali ham ishlab yuribman deng. Ishlamasa bo'lar ekanmi? Men hech qayerda ishlamasam ham shundoq ham pullarim ko'p. Agar Mahmudga qilgan yordamlarimni boshqa bir insonga qilganimda, balki yonimda yurgan bo'lardi. Bilmabdi-da shuncha yordamingizni. Ha, shart emas ekan. Bir umr baxtli qiladigan, yonimda turadigan, menga qalqon bo'ladigan insonim bo'lishini xohlardim. Unaqa inson bor, uchraydi hali hayotingizda. Faqat siz ko'rishni bilishingiz kerak. U ham ko'zga ko'rinmaydigan joylarda yururmasdan mundoq ko'rinish bersa bo'lardi. Vaqt soati kelib ko'rib qolasiz albatta. Rostdanmi? Bizaga qarab orasizlarmi shundoq? Ha, o'rtoq, kutib qolmadingmi? Yaxshimisan? Charchamayapsanmi? Rahmat, ishlaring yaxshimi seni? Rahmat, Xudoga shukr, o'zing qalaysan? Bo'lyaptimi ishlaring? Xudoga shukr. Ha, ne chaqiruvding o'zi, tinchlikmi? Bitta ish bor. Zo'r soqali ish. Nima ish? Mahmud boru? Ha. Anu baquvvatmi? Ha, o'sha. O'shani ko'targan qiz bilan tanishib qoldim. Mahmudni ko'targanmi? Ha? Qochib yurganda rosa homiylik qilib yurgan ekan o'sha qiz.
Mahmudda u paytda hech narsasi bo'lmagan ekan. Mahmudni yaxshi ko'rib qolgan ekan. Shunga yordam qilibdi. Surishtirdingmi o'zi, ishonchli ekanmi? Ha, so'radim. Mahmudni ham yonida ko'rdim 1-2 marta aylanib yurganini. U qiz bilan tanishib qoldim-da, Mahmud kelib olib ketdi. O'shanda ko'rib qoldim. Mahmudni yomonladi, non ko'rdi. Bitta qiz farzandi bor ekan. Mahmud tashab ketibdi qiz bolasini. Nima reja o'rtoq bo'lmasa? Uni ilintirish kerak. Aha. Qimmatbaho, ozgina ko'yniga qarab qimmat restoranlar, tillalar. Bo'ldi o'rtoq. Rejalarni qilib qo'yganmisan hammasini? Ha, qilib qo'yganman. Pul kerak faqat. Bilasanmi, hayotda hamma narsadan pul kerak. Ha, bilaman. Reja qanaqa o'zi, rejalarni tuzib qo'yganmisan? Bundoq meni ham tanishtirmaysanmi? O'rtoq reja bo'lish kerak-ku. Kozam ish pishgan. Yo'q, rostdanmi? Faqat ozgina yordam kerak. O'rtoq, bilasan-ku, men har doim yoningdaman. Nima yordam kerak bo'lsa, men tayyorman. Rahmat. Hech qachon qochmaganman. Faqat meni esdan chiqarib, uni urib olganingdan keyin yo'q bo'lib ketmagin-da. Ha, yo'q, nimalar deyapsan? Mahmudni ko'targanchalik meni ham ko'tarib yuborsa bormi? Ha, juda ham zo'r bo'lardi-da. Bo'ldi o'rtoq, esdan chiqarmasang bo'ldi. Nima reja o'zi, nima qilamiz? Qani bundoq bir boshidan gapirmaysanmi? Pul kerak bo'ladi. Unga sovg'a salom olib berish kerak. Nima sovg'a? Bilmadim-u, u qizga uncha sovg'a yoqmasa kerak. Tilla uzu, tilla zanjir, tilla zire, qimmat narsalar-da xullas. Yo'q. Menga qara o'rtoq, lekin 1,5 mingcha pulim bor-ku. O'shani ishlatib tursak bo'ladi, lekin hozirchaga yetadi. Hozirchaga bo'ladi boshlab olishga. Rahmat Kozim. Joning sog' bo'lsin do'stim. Meni esdan chiqarmasang bo'ldi, muhim o'rtoq. Nima deganing bu? Qornim ochib ketdi, yur ovqatlanaylik. Ketdi o'rtoq, meni ham qornim ochib ketdi, lekin bor-ku. Sen bilan bir o'tirib gaplashaylik. Ancha bo'ldi gaplashmaganimizga. Men qara. Kimsan sen? Kimsan? O'zingni bos. Bos o'zingni, eshit meni. Mushroni taniysanmi? Ha? Osh nima qilibdi? Xafa qilib ketibsan-ku kecha. Nima qilibdi? Kuchi ayol kishiga yetdimi, ha? Kuchi nima demoqchisan? Kuchi ayol kishiga yetdimi? Ha? Kuchi ayol kishiga yetdimi? Men qara. Menga qara. Bosib eshit. O'ldirib tashlayman hozir. Agar yana bir marta o'sha qizga g'ing deydigan bo'lsang, so'yib yuboraman, tushundingmi? Menga qara. Tushundingmi deyapman. Sen mashg'ulotingni qildirib yuraver yosh bolalarga. Tushundingmi dedim? Tushundingmi dedim senga? Ha? Tushundim. Agar yana bir marta g'ing deydigan bo'lsang, kelib turib peshonangni otaman, tushundingmi? Men seni yaxshi taniyman. Tushundingmi? Tushundim. Boshqa eshitmay. Maraz. Yırtma bakalım seni. Tfu.
Nimaga keldingiz? Seni ko'rgani keldim. Ozgina ishlarim bor edi. Charchamading bolam? Yo'q, charchamadim. Ishing qachon tugaydi? Kutib turing ozgina. Xo'p. Hozir kirib chiqaman. Xo'p. Yuring bo'lmasa choy ichasiz. Yo'q, choy ichmayman. Tezroq bo'la qol. Ketdingmi? Ketdik. Yuring. Sizni ko'rganimdan xursandman. O'zimni qizalog'im. Gap yo'q, zo'r otarkansiz aka. Bunaqa narsalar menga ish emas. Boplab tashlaymanmi? Qush otganimni ko'rmagansiz. So'g'alar yetadimi ish qilib? Nima otganingni? Birovni uxlatganingni ham ko'rganmiz, ukam. Qarz qiyomatga qolmaydi, bilasanmi shuni? Bilaman. Sher qani? Sherni men bilmayman qayerdaligini, lekin bolalar, lekin men rostini aytayapman sizlarga. Sherni o'rniga sen javob berasan. Nimaga men javob beraman? Nimaga? Men nima qildim? Sotda bormiding? Bor edim, lekin men qilmaganman. Hamma ishni Sher qilgan-ku. Hamma g'irromni Sher boshlagan. Sherni topa olmayapmiz. Xo'p, menda nima ayb bo'lmasa? Sen bu yoqqa yurgin. Qaqa, men hech qayerga bormayman. Bu yoqqa yur. Qo'yib yuboringlar. O't bu yoqqa ham ko'rgan gaplashamiz sen bilan hozir. Akalar qo'yinglar, menda ayb yo'q lekin. Qo'ysanglarchi bo'ldi. Jim yur. Qo'yib yubor, nima qilyapsanlar? Men Zanalib shundoq keturaman deb o'yladlaringmi? Qo'ysamasanga aldashchi. Qimmatga uchratsang bu yolg'onlaring. Qo'yib yubor. Yurma bunda hozir ko'rasan, sen bilan gaplashamiz. Kutib o'tdik mashgullanib keldim mana. Gaplashamiz hozir, sal chetroq o'taylik. Qaqa, to'xta. Uchiroq hozir baqirma. Tirchilib urma. Ko'rma bunda. Bo'ldi. O'tiring. Yo'qmi? Nima qilmoqsan? To'xta Bushro. Nima telefoningni eshitmayapsanmi? Men qo'ng'iroqlarimga javob bermayapsan. Yur, senda gapim bor. Men siz yuzingizga ham qaragim kelmayapti, eshitgim ham kelmayapti. Xo'pmi? Tinch qo'yasizmi, yo'qmi meni? Men sizniki odamdan nafratlanaman. O'z farzandidan tongan odam yaxshi odam bo'ladimi? A? O'zingiz farzandingizni qadriga yetmagan ertaga meni qadrimga yetarmidingiz? Ha? Keyin meni ishxonamga bunaqa bostirib kelmang. Orqamdan ham yurmang. Men sizga tegmayman. Keyin men sizni zo'ravon hayotingizda. Uchinchi stolga 4 ta lavash. 27 stolga shot beringlar. 3 stolga 2 ta sendvich. 6 stolga 2 ta chiz, 2 ta razliv kola, 1 ta lavash. Charchab qolmadingmi, Bushro? Yo'q. Qiynalmayapsanmi? Yo'q. Haligi seni so'rab kelishibdi. Kim?
Ho, ana yerda turibdi. Qayerda? Naryoqda. Ha, beravering menga, beravering. Kim ekan? Bilmasam. Boydan biri turibdi. Bo'pti, o'rnimga qarab turib. Bo'ldi. Hop. Ha, beravering. Sandwich, lavash. Aha. Hop, danar. Aha, beravering. Aha. Assalomu alaykum. Meni so'ragan ekansiz. Yaxshimisiz? Tinchlikmi? Meni tushunishimcha, sizni ismingiz Bushromi? Ha, shunaqa. Siz bilan gaplasha olsak bo'ladimi? Ha, bemalol yuring. Men sizni eshitaman. Meni ismim Kamola. Rasul akani taniysizmi? Men Rasul akani bitta qizlariman. Eshitishim bo'yicha meni otam, ya'ni siz tanigan Rasul aka, sizni otangiz ekansiz, men Rasul akani qizlariman deb yurar ekansiz. Oldilariga ham boribsiz adashmasam. Eshitdim bunisini ham. Men siz bilan ortiqcha gaplashish yoki nimanidir talashish niyatim yo'q, lekin bitta narsani tushundirgani keldim. O'zingiz uchun tushunib oling bu narsani. Meni dadamning qizi bitta. U ham men, ya'ni uning ismi Kamola. O'zingiz uchun dars qilib oling shu narsani. Hech qanaqasiga siz meni otamning qizi bo'lishingiz mumkin emas. Bizni oilamizga yaqinlashmang va parokanda qilishga ham harakat qilmang. Meni otam onamni yaxshi ko'radi. Balki sizga bu narsa odatdir, kimnidir oilasini buzish. Men erkak katta bo'lganman. Yolg'iz qizligim uchun dadamning erkak qiziman. O'zingiz uchun bu narsani bilib qo'ying, yaxshilab eslab qoling. Bo'ldimi, gapingiz tugadimi? Sizni otangizdagi meni otam bo'lgandan ko'ra bo'lmagan yaxshi. Xayr. Tushunmadim. Bu qizga yaxshilikcha tushuntira olmadim shekilli. Men senga chiroyli gapirdim. Sen meni tushunishni xohlamading. Ana endi sen bilan boshqacha gaplashaman. Men ko'rsataman senga kimning otasiga osilishi, kimning otasini ota qilishi. Ha, Bushro, tinchlikmi? Kim anu? Ahamiyatsiz. Bo'ldimi, stollarimga qaradingizmi? Ha, qaradim. Haligi seni bittasi so'rab keldi. Kim? Bu yo'da. Ha, 4 ta lavash, menga. Ya kattasidan dedimi, kattasidan bering. Ha, sandwich bilan birga. Ha. Ha, menga 4 ta kattasidan bering. Salom. Yaxshimisiz? Qizim, tanish? Dadini bizdan tortib olayotgan qiz Bushro.
oilamizni parokanda bo'lishiga sababchi inson. Bolani oldida bunaqa gaplarni gaplashish yaxshi emas. Bolani oldida uyalyapsizmi? Hayotda uyalsangiz bo'lardi. Gaplashib olaylik deb keldim, o'tirib gaplashib olsak bo'ladimi? Boshqa iloji yo'q. To'g'ri o'ylabsiz. Yur qizim, o'tiramiz. Sizni oldingizga kelishimizdan maqsad meni to'g'ri tushunasiz degan umiddaman. Mana farzandim bor. Dadasini yaxshi ko'radi. Mahmud farzandi bu. O'sha kuni tan olmagan edi. Qarang. O'xshaydimi Mahmudga? Siz hali yoshsiz. O'ylaymanki, gaplarimni to'g'ri qabul qilasiz. Baxtingizni topib ketasiz, Xudo xohlasa. Lekin bizning oilamizni buzmang, iltimos. Qizimni otasiz qoldirmang. Kelajagini o'ylang. Men-ku mayli, yo'limni topib ketarman. Lekin bu bola-chi? Men siz haqingizda surishtirdim. Siz ham otasiz katta bo'lgan ekansiz. Yetimlik nimaligini juda ham yaxshi bilasiz. Meni bolamga ravo ko'rmaysiz degan umiddaman. U sizga gapirgan yolg'onlarini menga ham gapirgan. Men ham borimni berdim unga. Nimaga erishdim, qarang. Bitta farzandim bilan ko'zi qiyib tashab ketdi. Sizni ham boshingizga soladi bu kunni, ishonchim komil. Lola, opingda gaping bormi? Iltimos, xolajon, dadamni bizdan ayirmang. Dadamni men juda yaxshi ko'raman. Bo'ldi qizim. Yig'lama qizim. Opingni qara, juda aqlli qizga o'xshaydi. Hammasini tushundi menimcha. Endi dadingni bizga qaytaradi. O'shundoq ham sizniki. Meniki bo'lmay ham ko'rsinchi. Qizim. Asalim. Dadingni albatta qaytaramiz, xotiroma. Xo'p, onajon. Ketdikmi? Ona qizim, xafa bo'lma, xo'p? Bunaqa qizlar keldi, ketdi qizlar bo'ladi. Keladi, ketadi. Men har doim dadingning yonida bo'laman. Ketdikmi? Yur. Senga o'zim zo'r narsa olib beraman. Nonni uvol qilmagin. Nonni yarmi ham non, shog'i ham non. Nonni uvoldan qo'rqib, farzand uvoldan qo'rqmayapsizmi? Hey. Bushro. Yur ko'chaga. Senda gapim bor. Meni sizda gapim yo'q. Ketaverishingiz mumkin. Turlicha gapirolma, chiqsang chiq. Turlicha gapirmasangiz nima bo'ladi? Mamani ko'ryapsanmi? Endi meni qo'rqityapsizmi? Men senga jiddiy gapiryapman. Nima deysiz? Qo'rqib ketdingmi? Yo'q. Jinni qo'lim yedi-yu. Seni otmayman-ku. Endi men sizni xarakteringizni bilaman-da.
kutmaganingdan kutgin deyishgan. Bilsang yaxshi. Ko'rib turibman hammasini. Bo'ldi, nima xohlayapsiz? Bo'ldi, tinch qo'ying. Nima endi? Qizimni boqib olmoqchimisan? Otasi bo'lib turib, otasiga kerak bo'lmagandan keyin hech qisi yo'q. Savob uchun ham boqib olaman. Bushro. Sen tushunmaysan. Meni hech qachon tushunmaysan. Men sizni shuncha yil kutib, tushunganim bo'lsa, tushunmaganim qanaqa bo'lar ekan? Yana qancha tushunish mumkin? Yana qanaqa tushunish mumkin? Xotiningizni ko'rdim, bolangizni ko'rsam, yana nimadirlari chiqib kelsa, yana nimaga chidashim kerak? Bo'ldi. Sen ozgina sabr qil. Men hammasini joyiga qo'yaman. Sabr qilib endi 30 ga chiqaymi? Ga chiq. Nima? Hech narsa. Yaxshi bo'pti. Hamma jonga tegdilaring. Qo'ysanglar-chi, bo'ldi. Jim yur. Qo'yvor, nima qilyapsanlar? Nima? Zanalda shundoq keturaman deb o'yladlaringmi? Istamazanga aldashchi. Qimmatga tushadi bu yolg'onlaring. Qo'yvor. Yurma bunda o'zi ko'rasan, sen bilan gaplashamiz. Jak tutib mashg'ullanib kel, mana gaplashamiz hozir, sal chetroq o'taylik. Qaqqa, to'xta. Ucha rozini baqirma. Tirchila urma. Yurma bunda. Bolla bo'ldi. Yo'qma. Nima qilmoqsan? Bo'ldi. Menda nima ayb she'r qilgan-ku, hammasini she'r qidirmaysanlarmi? Ucha rozini. Baqirma. She'r o'g'aningmisani? O'sha kuni birga o'ynaganmisanlar? Bo'ldi, sen javob berasan. She'r topolmaymiz. O'sha kuni ham o'yin qilib ketdilaring, mayli ko'ndi. Pulni ololmasam ham seni o'ldirib ketaman bugun. O'shanda ko'nglim tinchiydi. Nima? O'g'aynim uchun men tekinga o'lib ketamanmi? Men hali uylanishim kerak. O'g'ayningni g'urromiga sen javob berasan. Bolla she'r o'zi, bolla. Nima ichdilaring kalam ushlar? Bolla qilib beraman shu pulinglarni. Qasam ichaman bolla, tekinga o'lib ketmay. Iltimos sizlardan bolla, iltimos. Yalinaman, yolvoraman, tiz cho'kaman bolla sizlarga iltimos. Qilib beraman o'g'il bola gap. Xohlasanglar qasam ichaman, onam haq qasam ichaman, iltimos. Qilib beraman. O'zing qilib berasanmi? Qilib beraman. Rostdan qilib berasanmi? Yo'q, aldamayman. Boshqa shans berilmaydi, boshqa gaplashilmaydi. Bo'ldi. Qasam ichaman, qilib beraman. Iltimos. O'ldirmanglar, tekinga o'lib ketmay. Iltimos. So'z beraman. Pulinglarni aniq qilib beraman. Iltimos, tekinga o'lib ketmang. Iltimos. Qilib beraman. Aniq qilib beraman. Qarra lekin. Qilib beraman. Qarra lekin. Bo'ldi. Boshqa umuman gaplashilmaydi. Bo'ldi. Men shu boshingni ochib tashlayman, keyin savar boshqa gaplashilmaydi. Tushundim, xo'p. Aniq qilib beraman, aniq. Gapingga javob bermasang, uyingdagilarga jabr bo'ladi. So'z beraman sizlarga, qilib beraman, bolalar. Bir hafta yetadi menga, bir haftada aniq va'da beraman, qilib beraman. Senga bir hafta muhlat. Bo'ldi. Bir hafta muhlat. Bo'ldi aka. Oilam bilan qo'shib yo'q ko'ramiz. Yo'q, qilib beraman. Bo'ldi akalar. Qizali. It prisqi. Shari plas. Ya Xudo! Qaysi aybimga? Qayerdan olaman endi?
Yaxshimisan? O'zingizning ishlaringiz yaxshimi? Yaxshi. Amallayapmanmi? Tuzalib qoldingizmi-chi? Ha, bo'ladi. O'zi arzimagan narsa. Ana shu Shahzod. Voqma qilib tashlaydi, bilasan-ku. Unda nega telefonni ko'tarmadingiz? Shuncha telefon qilsam meni qo'rqitdi. Yana nima? Uni buni qo'y. Bitta yengil aytaymi senga? Ayting. Senga yasovchi yubormoqchiman. Ey. Oy. Oy, rostdan aytaman senga. O'ylagan bo'lsangiz, bu rolingiz o'tmayapti. Men ham bir paytlar shunaqa degdim. Mana, qolib ketdim. Ertaga seni bolamni uvoli tutmasin. Menga qarang, nimalar deyapsiz? Qanaqa bola? Ering juda yaxshi bo'ladi. So'ra. Qo'liga tan olmagandan keyin DNKsini ham olib kelib tutqizganman. A, Mahmud aka? Gapirmaysizmi? Nejim turibsiz? Gapiring. Bushro. O'zim tushuntirib beraman hammasini. Nima deyapti bu? Menga qarang. Siz nima hammani yirtig'iga yomon bo'lganmisiz? Voy! Kim yirtu? Sen bu yerga o't. Nima kelding? Bilmadingizmi nega kelganimni? Sen oladiganingni olgansan. Yasmina. Senga yaxshigina pul to'ladim. To'g'rimi? Menga pulingiz kerak emas. Kelmayman degan eding-ku. Menga o'zingiz keraksiz. Nima? Boshim og'ritmi? Senga pul kerak edi. Berdimi hammasini? Endi nima xolayapsan? Sizni xolayapman. Mana tinch qo'y. Qo'ymayman. Men oila qurmoqchiman. Men shundoq qolib ketaveramanmi bolam bilan, a? Yasmin, o'ldiraman seni, ishon. Qo'rqib ketdim. O'ldiring, hozir o'ldiring. Siz tashab ketgan kuni men o'lib bo'lganman, tushundingizmi? Bunaqa yashaganimdan o'lganim yaxshi. Bolam otasiz o'sishini xohlamayman. O'ylab ko'rsam, menga to'g'ri kelmasa. Boshida nima shuni o'ylamading? Men har doim o'ylaganman. Siz o'zingizni pullaringiz bilan sotib olmoqchi bo'ldingiz meni. Men senga bolani oldirgin deganman. Men sizdan osonlikcha voz kechmayman. Tushundingizmi? Qoching. Iyonasini. Bushro, to'xtagin, tushuntirib beraman senga. To'xtagin, meni eshitgin. Nima Bushro? Eshitmani. Eshitmayman. Eshitganim eshitib bo'ldim. Bolangiz bor ekan, ayolingiz bor ekan. Meni birato'la trillion yer qilib tashladingiz-ku. Endi nima qilaman men? Meni tinch qo'ying, tushundingizmi? Umuman ko'zimga ko'rinmang. Shoshmagin. Seni gapim bor, tushuntirib beraman deyapman-ku. Men sizni hech xohlamayman. Bushro, meni eshitgin. Bo'lar ish bo'ldi. U o'tmishimdagi odam. U mendan pul talab qilgan. Aytgan pulini berdim. Yana kelyapti. Maqsadim bilmayman, nima xolayotganini. Lekin bundan buyog'iga faqat seni deyman, Bushro. Seni yaxshi ko'raman o'zi. Bitta bolani yetim qilish erkakchiligiga to'g'ri keladimi? Hayotda hamma narsa bo'lar ekan. Ba'zida sen xohlagandek, ba'zida esa xohishingga qarshi. Men sizga ishonmayman. Paddariga la'nat. Assalomu alaykum aka. Qudrat, yaxshimisan? Ke. Yaxshimisiz? Senga kattadan katta rahmat.
ayolimni ko'zini ochding. Eng muhimi, men odamim ekanligingni sezdirmading. Qoyil qoldim senga. Xotinim ozgina siqilib ko'z yosh to'kdi. Lekin oila farzand nima ekanligini yaxshi bilib oldi. Mana bu xizmat haqqi. Yo, aka, men ololmayman. Men sizdan pul ololmayman. Olib qo'ygin sen. Xijolat qildingiz-da, aka. Rahmat. Xijolatli joyi yo'q buni. Katta rahmat senga. Endi ayolim qizini qadriga yetadigan bo'ldi. Albatta, aka. Begonalarga ishonmaslikni o'rgandi. Yaxshilikka xizmat qilgan bo'lsam xursandman. Agar bu yordam kerak bo'lib qolsa ko'chadan, har doim tayyorman. Yordam berishga tayyorman. Rahmat, aka. Seni hurmat qilaman. Rahmat. O'z ukamdek ko'raman. Rahmat, aka. Tushundingmi? Rahmat, kattakon. Senga rahmat. Xizmatingizdamiz, aka. Sog' bo'lgin. Sog' bo'ling. O'zingni ehtiyot qil. Xo'p. Hozir boraman dedimmi senga? Hozir chiqdim mana. Alo. Voy. Oyog'im. Balaka. Shu yetmay turdi. Voy aka. Nima bo'ldi? Aka, ko'zga qaraysizmi? Aka, ko'rmay qolman, uzr. Turing, aka. Yuring, aka. Sizni doktorga olib bormasa bo'lmaydi-yu. O'tiring, aka. Halokatdek bo'lib turadi. Ehtiyot bo'ling, aka. Halokat. Yomon og'riyaptimi? Oyog'im yomon og'riyapti. Prava bormi o'zi, aka? Aka, chiding. Halokatdi. Ko'rmay qoldim. Xotir olmang. Nima yordam kerak bo'lsa, yordam beraman. Mayli, unisi ham mayli. Ko'zga qarab yurish kerak-ku baribir, aka. Yo'q, ko'rmay qoldim deyapman. Ati qilmayman-ku. Tomog'im qurib ketdi. Bir qultum suv olib bering, aka. Bo'ldi, suv ekan-u. Odam chanqab ketdi, aka. Hozir. Hamma yog'im shunaqa qaqshab og'rib ketyapti, aka. Chidang, aka, hozir o'tib ketadi. O'zi stenkada atrofga qarab yuruvdim. Qayerdan paydo bo'lib qoldingiz, aka? Hayron qoldim. O'zim ham hayronman. Sekin qo'zg'aldim. Qayerdan paydo bo'lib qoldingiz? Shunga hayronman-da, aka. Yomon tegdi, lekin temirdi baribir, aka. To'g'ri. Qattiq tegdi-de. Suvmi? Oddiy suv bo'lsa bo'ldi, aka. Bo'ldi, hozir. Mayli, aka, kutib turaman. Halokat. Suv deydi. O'zi hech narsa bo'lgani-yu. Pullarni qayerga qo'ygan ekan bu? Mana ekan u. Halokat hech narsa yo'q-ku. Qani? Oh! 20 mingmi? Voy, qo'lim. Meni oldim.
aka, qo'lim. Ha, aka. Qo'llarim og'riyapti. Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Mana suv iching. Rahmat aka. Endi kasalxonaga boramiz aka. Yo'q, aka, kasalxona shart emas. Yo'q, boramiz. Siz ham bilmasdan qilib qo'ydingiz. Palakatda bu aka. Palakat oyoq ostida. O'zi shu atrofda turaman aka. O'zi non olgani chiquvdim. Yuring, unda non olib beraman. Yo'q, aka, ishtaham ham bo'g'ildi o'zi. Undan ko'ra uyga kiraman-da, bitta dona dori ichaman-da, yaxshi bo'lib qolaman. O'sha plakatdan o'zib to'xtatib yuboring. Mana men muyulishga turaman. Aniq yaxshimisiz? Yo'q, yaxshiman. Meni davoyim yo'q, men roziman. Hammasi yaxshi. Uyga kirib sekin uxlab dam olsam yaxshi bo'ladi. Doktorga borsak bo'lardi. Hozir doktorga borsak yozuvchi suv qiladi. Sizga ham bosh og'riq kerakmi? Xarajatlar bo'lsa, bir ikisini berib yubora qoling. Dori pora olasiz. Mayli, ko'nglingiz bo'lmasa bir 100 mingcha bersangiz, men gel-pel olib surib yuboraman, yaxshi bo'lib ketadi. Bo'ldi. Mana faqat rozi bo'ling. Yo'q, roziman. Qarang, faqat rozi bo'ling. Men ham duodaman. Mayli, xafa bo'lmang. Bu pulga faqat gel olaman, noto'g'ri tushunmang. Bir ona haqqi menga kerak emas. Halol bolaman men. Men o'zi halol bolaman. Bo'pti. Yerga qattiqroq dumaladim-da, og'riq shundan. Bo'ldi, roziman dedim, aka, tushuning. Mayli. Rahmat. Yana aytaman, gel olaman bu pulga. Yana noto'g'ri tushunmang. Bo'ldi, aka. Tushundim dedimmi? Bo'ldi. Qarang, gel olaman dedim-a? Aka. Bo'pti, ko'zingizga qarab yuring faqat. Ha, bo'pti, palakat. Ketganing rost bo'lsin-a. Xohlasang gelni boshingga shampun qilib surmaysan, menga desa. Kasofat. Bo'ldi, aka, gel olaman, gel. Gel olaman faqat, gel. Oylik berib yuborsinlar. Xayr, yaxshi dam olinglar. To'xta, Bushro. Nima, telefoningni eshitmayapsanmi? Men qo'ng'iroqlarimga javob bermayapsan. Yur, senda gapim bor. Men siz yuzingizga ham qaragim kelmayapti, eshitgim ham kelmayapti. Xo'pmi? Tinch qo'yasizmi, yo'qmi meni? Men sizniki odamdan nafratlanaman. O'z farzandidan tongan odam yaxshi odam bo'ladimi? A? O'zingiz farzandingizni qadriga yetmagan ertaga meni qadrimga yetarmidingiz? A? Keyin meni ishxonamga bunaqa bostirib kelmang. Orqamdan ham yurmang. Men sizga tegmayman. Keyin men sizni zo'ravon hayotingizdan emasman.
Yo'q, ayni. Oxiri shu yergacha yetib keldingmi? Piyonista. Bolang o'g'li tug'ilgani dars bo'lmadimi senga? Dars bo'lishga bo'ldi-ku o'rta. Lekin vaqtni orqaga qaytarib bo'lmaydi. Shu farzandimiz bilasam qancha kutganligimizni. 5 yil kutganmiz. Besh yil. Otam, onam, xotinim ota-onasi, men ham. Shuncha kutgan bolamizni men o'ldirdim. Men badnafsman. Men badnafsligim tufayli norasida go'dagim dunyoni ko'rmadi. Aslida men yashamasligim kerak, bilasanmi shuni? Padariga la'nat. Xo'p, shuni ichsang, hammasi yaxshi bo'lib ketadi deb o'ylayapsanmi? To'g'ri aytding. Bolangni dunyo yuzini ko'rmasligiga sen sababchisan. Ichib o'tirishingni qara. Shu ichayotgan arog'ing dardingni yengillashtiradi deb o'ylayapsanmi? Yo'q. Aksincha, bundan battar bo'lsa bo'ladiki, lekin yengillashmaydi. Nima qilishim kerak edi? Sen juda ham aqllisan-ku. To'g'ri yo'lga boshla. Og'ayningman axir. Xo'sh, gapir qani. Nima ejimsan? Sen gapirganning foydasi yo'q, o'rta. Sen nafsingni ketidan quvib yuraverasan. Undan ko'ra, Xudodan so'rasang bo'lmaydimi? Hech qachon umidsizlikka tushish kerak emas. Agar bilsang. Rahmat. Gaplaringni hammasini inobatga olib qo'yaman. Qayerga ketyapsan endi? Uyga o'tarsan, do'stim. Qayerga ketyapsan dedim. Shu aro chiqarganni ham uyga kuysin. Yur qani. Bo'ldi. Hozir senga o'zim qarayman. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Chaqirtirgan ekansiz. Chaqirtirgan edim. Yaxshi keldingmi? Rahmat. Yaxshimisiz? Yaxshiman, rahmat. O'zing yaxshimisan? Yaxshi. Yaxshi keldingmi? Bo'ladi. Mahmudning kimligini bilasan-a? Ha, taniyman, do'stim bo'ladi. Nima bilan shug'ullanishini bilasanmi uni? U menga kiyim-kechak bilan savdo qilamiz deb aytgandi. Yo'q. Senga ham shu safsatasini o'qiganmi?
aldanib qolmagin tag'in. Men sen haqqingda surishtirib chiqdim. Tuppa-tuzuq bola ekansan. Bunaqa yomon ishlarga nima qilasan aralashib? Nima haqida gapirayotganingizni tushunmayapman lekin. Xos tushuntirib beraman. Haligi seni mahallangda yashaydigan Bushro bor-ku. Yoshligingdan birga katta bo'lgansizlar. Bilasan-a? Aha, bilaman. U meni qizim bo'ladi. Bushro sizning qizingizmi? Ha, meni qizim. Taqdir taqozosi bilan oiladan voz kechishimga to'g'ri kelgan. Men ham qing'ir yo'llarga kirib qolganman o'sha payt. Mendan ham kattalari bo'lgan. Oilamga juda katta xavf solishi mumkin edi. Shuning uchun ulardan uzoqroq bo'lay deb tashab ketganman. To'g'rirog'i, o'zimni tashab ketgan qilib ko'rsatganman. Boshqachasiga hech iloj yo'q edi. Hozir ular yaxshi. Eng asosiysi xavfdan yiroq. Qizimni yonida Mahmud o'ralashib yurgan ekan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Chaqirtirgan ekansiz. Chaqirtirgan edim. Yaxshi keldingmi? Rahmat. Yaxshimisiz? Yaxshiman, rahmat. O'zing yaxshimisan? Yaxshi. Yaxshi keldingmi? Bo'ladi. Mahmudning kimligini bilasan-a? Ha, taniyman, do'stim bo'ladi. Nima bilan shug'ullanishini bilasanmi uni? U menga kiyim-kechak bilan savdo qilamiz deb aytgandi. Yo'q. Senga ham shu safsatasini o'qiganmi? Aldanib qolmagin tag'in. Men sen haqqingda surishtirib chiqdim. Tuppa-tuzuq bola ekansan. Bunaqa yomon ishlarga nima qilasan aralashib? Nima haqida gapirayotganingizni tushunmayapman lekin. Xos tushuntirib beraman. Haligi seni mahallangda yashaydigan Bushro bor-ku. Yoshligingdan birga katta bo'lgansizlar. Bilasan-a? Aha, bilaman. U meni qizim bo'ladi. Bushro sizning qizingizmi? Ha, meni qizim. Taqdir taqozosi bilan oiladan voz kechishimga to'g'ri kelgan. Men ham qing'ir yo'llarga kirib qolganman o'sha payt. Mendan ham kattalari bo'lgan. Oilamga juda katta xavf solishi mumkin edi. Shuning uchun ulardan uzoqroq bo'lay deb tashab ketganman. To'g'rirog'i, o'zimni tashab ketgan qilib ko'rsatganman. Boshqachasiga hech iloj yo'q edi. Hozir ular yaxshi. Eng asosiysi xavfdan yiroq. Qizimni yonida Mahmud o'ralashib yurgan ekan. Iflos, bilasanmi shuni? Ha, bilaman. Men uni kimligini yaxshi bilaman juda. Qizimga umuman ravo ko'rmayman uni. Sendan xizmat shuki, to'g'rirog'i iltimos. Qo'lingdan kelgancha Bushroni himoya qilgin. U meni qizim, meni farzandim. Uni hech kimga xo'rlatib qo'ymayman. Faqat hozirgi kunda Mahmud juda ham oyog'i uzun bo'lib ketdi. Uncha-munchasiga dumini tutqazayotgani yo'q u. Iflos. Men senga yon bosaman. Faqat qizimni himoya qilgin. Bo'ptimi? Shahzod, Mahmud qora dori sotadi. Odam savdosi bilan shug'ullanadi. Qizlarni sotadi. Bilmaysanmi bularni? Sen u sotib yurgan kiyim-kechaklarning ichiga qaragin yaxshilab. Ko'ylaklarni yoqasining ichiga qaragin. Nima yashiringanini ko'rasan. O'z boshingni baloga tiqmagin ukam. Ehtiyot bo'l. Anchadan beri ishlayapsan. Qancha ko'ylak sotding? Ancha-muncha. Qancha jinoyat qilganingni bilasanmi? Bilaman, pul kerak bo'lib aldanib qolgansan.
Men senga yordam beraman. Faqat qizimning yonida bo'lgin. U juda ham katta xavf ostida yuribdi. Iltimos sendan. Agar iloji bo'lsa, shuni harakatini qilgin, xo'pmi? Doim yonida bo'lgin. Rahmat senga. Lekin Mahmuddan uzoqroq yurgin. Bu yaxshilikka olib kelmaydi. Xo'p. Mayli, omon bo'l. Ehtiyot bo'lib yur. Kechirasiz. Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom. Ha qizim, shoshib kelyapsan? Sizdan bitta narsa so'rasam, maylimi? Xo'p, so'rachi. Hozir. Men bir narsani eshitib qoldim. Bir Bushro degan qiz bor ekan. U sizni oldingizga kelibdi. Yana kelib, "Dada, uyga qayting. Yana bitta oila bo'laylik" debdi. Shu gap rostmi? Dada, men u qiz oldiga bordim. Jahlingiz chiqsa ham aytaman. Gaplashdim va so'radim. Men unga aytdim. U odamni qizi bitta. U ham bo'lsa men dedim. To'g'ri aytibmanmi? To'g'ri, dada. Qizingiz faqat menman, to'g'rimi? Boshqa oilangiz yo'q, shundaymi? Dada? Dada, javob bering. Buni qanaqa tushunish kerak? U mani opam emas. U mani opam emas, opam bo'lishi ham mumkin emas. Tinchlan, Kamola. Menga qaragin. Ha? Niqobni qayerdan olamiz? Menda bor niqob. Ishqilib, ana qizlarni paypog'i emasmi? Jinni nima deyapsan? Niqobmisan, niqob o'rta. Yetdik. Hech kim tanimaydi. Qalaysan? Yaxshiman. Lola yaxshimisan? Ha, yaxshi. Nima bo'ldi? Hozir. Aylanamizmi? Ha, bo'ldi. Ketdik. Ehtiyot bo'l.
yerdan chiqadi. Aniq shu. Bola, mana shu joymi? Ha, mana shu joy. Haligi. Niqob kimda? Niqob. Bilmayman, Kozim topaman degan. Qani? Maska bor mana o'rtoq. Masalani topaman-ku, mana maska. Qora maska. Qani? Ha, bo'pti, bo'radi. Bo'ladimi? Taqlaring. Xolajon. Oyim qachon keladilar? Yaqinda qaytib keladilar. Siz ham biz bilan ketasizmi? Nega? Chunki meni ishlarim bor. Ketsangiz bo'lardi-da. Meni o'rnimga adem boradilar, xo'p? Xo'p. Men adamni ham, oyimni ham rosa yaxshi ko'raman. Adam bizni uyimizdan ketib qolishlarini xohlamayman. Ketmaydi. Sizlar bilan birga yashaydi. Siz qayerdan bilasiz? Bilaman. Qani ovqatingni ye. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi yuribsanmi, Mahmud? Yaxshi, rahmat. Anu, Bushro uyga bir qizcha yetaklab kelgandi. Seni qizingmidi? Senikimi rostda? Ha, opa. Xuddi o'sha meni qizim. Juda g'alati bola ekansan-da, Mahmud. Birinchi to'yni buzding. Indamadim. Endi bolangni berib yoribsan. Mahalla-ko'y nima deydi? Bushroni yaxshi ko'raman deysan. Ha. Hech yaxshi ko'rganga o'xshamaysan. Gapir, o'zing. Nima deb o'ylagan bo'larding? Sani shu o'rningda bo'lganda nima deb o'ylarding? Gapirchi, eshitaman. Opa. Quvg'inda yurgan paytlarim o'sha qiz onasi menga yordam berdi. Men unga uylanganman. Boshqa ilojim yo'q edi. O'sha vaqtda tug'ilib qolgan bu bola. Lekin Bushroni rostdan yaxshi ko'raman. To'g'risini aytsam, Mahmud, charchadim. Nima qilishim bilmayman. Sen bilan ham gaplashdim, Bushro bilan ham gaplashdim. Sana ham u ham ko'nmayapsizlar. O'zinglar hal ham qilmaysizlar masalani. Nima qilamiz? Opa, o'zimni ham boshim qotib qolgan. Bir yo'lini o'ylab topaman. O'sha gap. Oq ko'ynak kiyg'izib Bushroni uydan olib chiqib ketaman. Ha, erkak kishisan-ku, Mahmud. O'ylab toparsan bir yo'lini. Shunga chaqirgandim seni. Qara, o'zing ko'r. Yaxshi ko'raman deyapsan. To'yni o'zing buzding. Gunohiga ham o'zing qolasan. Tushundingmi gapimni? Bilaman, opa, hammasini. Mayli, yaxshi qol, uydagilarga salom et. Bo'pti.
Menga qara, senga ham yoqyaptimi, a? Ana. Oyi. Hov, qizim. Men sizni yaxshi ko'raman. Men ham seni yaxshi ko'raman, qizim. O'zimmi asal qizim. Boshqa yig'lamaysiz, a? Yo'q. Yig'lamayman. Hech qachon, a? Yo'q. Sen borsan-ku nega yig'layman? Sen borsan, mana Lola bor. Ha, qizim? Yig'lamaymiz, a? Yig'lamaymiz. Endi yig'lamaymiz. Ketdik. Ketdik. Tur bolam. Xayr. Yurasan. Ana ularni qara. Salom. Zo'r uchrashuv bo'ldi, to'g'rimi? Qizim, yaxshimisan? Oyingni sog'inmadingmi? Kim bu? Kim bu? Bular menimcha Mahmudning sobiq xotiniman. Mahmud meni erim edi. Qizingiz tortib olmagunicha. Unaqa emas. Siz noto'g'ri tushundingiz. Mahmud menga uylanmoqchi bo'lganda, potaxam bo'lib, to'yim bo'lish kerak bo'lgan paytda ketdi nimanidir sabab qilib. Men sizni oldingizga kelib aytdim, erimni tinch qo'ying deb. Lekin siz tushunishni xohlamadingiz. Qizimni olib ketgani keldim. Sizga kerak emas-ku Lola, to'g'rimi? Nega kerak emas? Mahmudga ham kerak emas. Men oldim bolani. Bolani bering. Mahmud otalik vazifasini tushunsin, ko'zi ko'r bo'lib qolgan degan maqsadda tashab ketdim. Lekin olib ketadigan vaqtim bo'ldi. Yur qizim. Erkaklarni yo'ldan urish bo'yicha chempionsan desam, bolalarni ham o'zing yog'dirar ekansan-da? Yetar. Yo'q. 2 kun boqib onalik qila olmaysan. Qo'yvor qo'lini. Qo'yvor. Lola. Qo'yvor qizim, ketdik. Lola, qo'yvoring deyapman. Men turgan bolani. Oyi. Bo'ldi. Lola. Bo'ldi, o'zingni bos. Axir u onasi-ku. Yur dedim. Shira o'zingni bos dedim. Bo'ldi qil. Yur. Bitta gaplashamiz. Oldimga tush. Bo'ldi. Lola. Bo'ldi, Bushra o'zingni bosgin. Lola. Bo'ldi, qilginjon qizim. Yig'lamagin. Lola. Axir onasi-ku. Qizim, u uni bolasi, tushungin, uni bolasi. Voy qizim, ha. Bo'ldi qizim. Bo'ldi bolam, o'zingni bos. Bo'ldi bolam. Bo'ldi. U uni bolasi. Yig'lama. Bo'ldi. Chaqiruvmiding? Yasmin, iltimos. Faqat Yasmin, balki meni noto'g'ri tushunayotgandirsan. Iltimos. Lolani menga ber. Sen hali chiroylisan. Turmush qurishing mumkin. Nima deysan? Iltimos. Nega senga beraman? A? Senga baribir Mahmud ham bola ham kerak emas-ku. Menga nima kerakligini o'zim bilaman. Ne chaqirding bu yerga? Iltimos, Lolani ber menga. Lola meni qizim. Men tug'ganman uni. Mahmud meni erim. Tashab ketganimning sababi Lolani. Mahmud bilsin dedim bolani qadrini. Men chekayotgan azobni sen ham chekkin dedim. Lola Mahmudga kerak emas, tushunsen-chi. Hali sen erga tegasan. Iltimos qilaman sendan, ber Lolani. U iltimos. Seni oldingda o'zini shunaqa tutyapti, lekin qizini yaxshi ko'radi. Sen kelguningcha hayotiga bolasini har doim qadrlardi. Sen noto'g'ri tushunyapsan, men uni hayotida bo'lganman.